Dunyo aholisining har 7-kishisiga migren begona emas. Uning alomatlari haqida qadimgi yunonlar ham yozib qoldirishgan. Hozirgi kunda migren haqida bilganlarimiz avvalgi davrlardan tubdan farq qiladi. Migren irsiy kasallik bo'lib, asosiy belgisi boshda to'xtab tutadigan og'riqlar. U yaqindan pulsni yodga soladi. Unga doimo ko'ngil aynashi, eshitish va ko'rish ta'sirchanligi kabi alomatlar qo'shiladi. Odatiy shovqin va mayin yorqinlik ham g'ashga tegadi, keskin tuyuladi. Ammo barcha belgilar bir vaqtning o'zida sodir bo'lsa bormi? Migrenning birinchi alomatlari yoshlikda paydo bo'ladi. Masalan, qizlarda balog'atga yetish davrida 20 yoshda, eng cho'qqida esa 30-40 yoshda kuzatiladi. Yoshi o'tishi bilan migrendan aziyat chekuvchilar soni kamayib boradi. Migren og'rig'i 4 soatdan 72 soatgacha tinmay cho'zilishi mumkin. Olimlar nevrologik jarayonlar ustida hali ham ish olib borishyapti. Bugungi kunda dunyo bo'yicha migrenni davolash uchun qo'llaniladigan operatsiyalar ham yo'q emas. O'zbekistonda ham bugungi kunda migrenni davolovchi operatsiya amaliyotlari o'tkaziladi. Bugun ana shu haqda so'z yuritamiz. Bu juda ham jamiyat uchun katta sotsial muammo hisoblanadi. Migren ichadigan tabletkalari, inyeksiyalari ham ta'sir qilmaydigan darajaga bo'lib qoladi. 25-30 kungacha og'riq bilan yurganlar. Shu bosh og'rig'idan operatsiyadan keyin forig' bo'ladilar. To'xta bolam. To'xta, ochamiz. Mana ingichka joyi ko'rasan, o'sha yerda zajati bo'lgan yer. To'xta. Bas. Pinsetini bering. O'tib ketding, hozir bor edi. Mana nerv toza bu. Я даже не верю, что у меня голова не болит. Migren bu doimiy, kuchli pulsatsiya bilan xurujsimon bosh og'rig'i bilan kechadigan nevrologik kasallik bo'lib, surunkali kasallik hisoblanadi. Bunda asosan boshni bir qismi yoki chap yoki o'ng qismi, peshana yoki chakka qismida yoki bo'lmasam ensa sohasidan boshlab keyin tarqaluvchi boshqa sohalarga kuchli og'riq bilan davom etuvchi nevrologik kasallik hisoblanadi. Buni dunyoni barcha tibbiyot sohalarida nevrologlar, sefalgologlar, mutaxassislar davolashadi. Asosan konservativ yo'l bilan, dori-darmonlar bilan, statsionar va ambulator. Bu juda ham jamiyat uchun katta sotsial muammo hisoblanadi migren, chunki bosh og'rig'i migren bilan kasallanadigan bemorlar o'sha o'z ish faoliyatini davom ettira olmaydi. Kunlab, soatlab, haftalab, oylab uyda qolib ketishi mumkin. Bu har bir davlatning iqtisodiyotiga ham katta ta'sir, zarar keltiradigan muammolardan biri, sotsial muammo hisoblanadi. Bugungi kunda bizning markazimizda migren xastaligi bilan kasallangan bemorlarni operatsiya yo'li bilan, mikroxirurgik operatsiya yo'li bilan davolash yo'lga qo'yilgan usuli. Asosan bizga keladigan bemorlar yillar davomida bir qancha konservativ davodan o'tgan, lekin naf ko'rmagan. Yillar davomida bunaqa bemorlar 5 yil davomida 10 yil, 20 yilgacha bosh og'rig'i, demak migren bosh og'rig'i bilan kasallanib kelayotgan bemorlar bo'lishi mumkin. Mana shu bemorlar konservativ davolardan o'tgan, nevropatolog, nevrolog ko'rigidan, davolardan, statsionar, ambulator, lekin nafi bo'lmayapti. Oxirgi etaplarga borib ichadigan tabletkalari, inyeksiyalari ham ta'sir qilmaydigan darajaga bo'lib qoladi. Og'riqni xuruji sutkalab, bir haftalab, mana 30 kun deydigan bo'lsak, 20 kun, 15 kun, 30 kungacha bosh og'rig'i bilan kasallanadigan bemorlar bo'ladi. Mana shu holatlarda biza ko'rib, tashxisni, demak, tasdiqlab, operatsiya qilinadigan zonalarni belgilab olib, kuzatuvdan keyin, anketa to'ldirishlardan keyin, ma'lum muddat kuzatgandan keyin o'sha bizga aytiladi, o'zimizni trigger zonalarimiz bor. Operatsiya qilinadigan har bir bosh miyadan chiquvchi nerv tolalarida biz ishlaymiz. Ana shularni belgilab olganimizdan keyin, aniq tashxis bo'lgandan keyin, aniq reja asosida operatsiyaga olinadi. Bugungi rejalashtirayotgan operatsiyamiz mikroxirurgik migrenni davolovchi operatsiyamiz uchun mana qo'shni Qozog'iston Respublikasidan bemorimiz tashrif buyurganlar. Bularni biz oxirgi 3 hafta davomida kuzatganmiz. Bular o'zi 38 yoshda ayol kishi, o'zlari doktor.
oftalmolog doktor 20 yildan beri migren xastaligi bilan og'riydilar, davolanganlar, lekin o'tmaydi. Oxirgi yillarga kelib migren xurujlari demak bir oyda 30 kungacha, 25-30 kungacha og'riq bilan yurganlar. Mana bularni hozir tashxisini tasdiqladik, trigger zonalarini tasdiqladik. Bu yerda o'sha ezilgan, siqilgan, jarohatlangan asab tolalarining barchasini biz aniqlaganmiz, belgilaganmiz. Hozir bugun operatsiyaga olamiz. Rejamiz bo'yicha bir 6 ta trigger zonada ishlaymiz. O'ylayman, shu bosh og'rig'idan operatsiyadan keyin forig' bo'ladilar. Hozir sizlarni hammanglarni o'sha operatsiya blokimizga taklif qilaman. Hozir bevosita o'zingizlar kuzatishingiz mumkin operatsiya jarayonini, migrenni bartaraf etish operatsiyasini amalga oshiramiz. Asosan bu yerda siqilib qolgan asab tomirlari bo'ladi. Bu sohada hozir mana ensa sohasidagi juda katta nervus occipitalis deyiladi. Shu ikki tarafdan siqilib qolgan ensa sohasida kuchli og'riqlar bilan murojaat qilgan 20 yillik og'riqlar. Bemorimiz ayol kishi 38 yoshda. Bu yerda asosan qilinadigan ish shu bosh miyadan chiqqan asab tomirlarini siqilgan, shikastlangan qismlarni qayta tiklab migren davolanadi. Hozirgi kunda butun dunyoda shunaqa markazlar tashkil qilingan. Amerikada bir 3 ta 4 ta shtatda. Bu operatsiyani xirurglar topgan, amerikalik Bahram Kuyron 2000-yilda topilgan. O'zbekistonda 5 yil bo'ldi. Hozir mana ensa sohasidagi ikkita ensa nervlari bo'ladi. Bosh miya sohasidan chiqib, terini tegi mushaklar va aponevrozlarni o'tib, boshni ikkala qismidan sezuvchanligini ta'minlab beruvchi nerv hisoblanadi. Hozir shu nerv ikki tomonlama siqilgan bemorimizda siqilib yotibdi. 20 yildan beri og'riqning asosiy sababi, boshlanish nuqtasi shu yerda. Mana bu asab tomiri, mana kattagina, mana bu qismlari hammasi mana hozir yopishib yotganda, mana men bo'shatyapman. Mana tozalamayman. Mana shu sohalarda mana ingichkalashib ketgan. Mana o'zi qalin bo'ladi. Ingichkalashgan shu joylari siqilib yotganda, mana shuni ochib, jarohatlarni tozalayapmiz. Mana bosh og'rig'ini asosiy keltirib chiqarish, migrenning asosiy sababi bu holatda. Mana shu siqilgan asab tomirlari bo'ladi. Shuni tozalaymiz, ochamiz, faoliyatini yaxshilaymiz, bosh og'rig'i qoladi. Sababi shu yerda. Mana shu asab tomiri, mana oq rangli. Mana ingichka joyi ko'rasan, o'sha yerda zajati bo'lgan yo'q. Bu operatsiya ko'rsatma bo'yicha migren hozirgi kunda shunaqa tarqalganki, yer sharidagi 18-20% odamda migren tashxisi qo'yiladi. Shundan 10 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan bolalarida ham uchrab turadi. 35 yoshdan 50 yoshgacha juda keng tarqalgan hisoblanib, ko'proq ayol kishilar. Migrenda kuchli bosh og'rig'i bo'ladi. Uni nevropatolog mutaxassislarimiz ham davolab kelishadi shuncha yildan beri. Lekin bu sohada oldinga qilingan qadam, ilg'or qadamlardan bittasi hozir shu migren operatsiyasi hisoblanadi dunyoda. Bu bemorimizda oyiga 30 kun, 28 kun og'riq bo'ladi boshida. Hech qanaqa dorilar yordam bermaydi, chunki 20 yildan beri davolanib kelayotgan bemor. Bu tuzilishi, mana shu nerv tomirlarining siqilishi o'zi har xil polietiologik sabablar hisoblanadi migrenni. Nasldan naslga o'tish sabablari ham bor. Operatsiya bir marta bajariladi. Shu zahotiyoq bosh og'riqlaridan xalos bo'ladi bemor. Plastik operatsiyalar bilan solishtirib bo'lmaydi bu. Bu chunki hayotiy ko'rsatma bo'yicha qilinadigan bosh og'rig'ini, migrenni davolaydigan operatsiya. Bu albatta plastik operatsiya bilan solishtirganingizda ahamiyati juda ham katta bo'lgan operatsiya hisoblanadi. Chunki bemorni migrendan xalos qiladigan operatsiya. Plastik operatsiyani bilan solishtirmaydi. Albatta ahamiyati juda ham qadrli operatsiya hisoblanadi. Bir, ikkinchidan bugungi kunda mutaxassis kam bo'lgani uchun, shu operatsiya har bir klinikada bajarilmagani uchun ham ahamiyatli juda ham bu operatsiya. Bizning mintaqada asosan bizni Medas markazimizda bajariladi shu operatsiya. Aziz do'stlar, mana hozir o'zingizlar guvohi bo'lganinglardagi operatsiya muvaffaqiyatli tugatdik. 2 soatdan sal oshiq ishlandi. Migrenni bartaraf etish operatsiyasi. Bunda asosan o'sha teri ostidagi nerv tomirlarini shikastlarini va shu siqilishlarini bartaraf etish amalga oshirildi. Mutaxassislar ham
oddiy bemorlar ham tushunishi bo'lishi uchun mana shu yerda bitta slayd ko'rsatishim mumkin. Mana operatsiya jarayonidan olingan. Mana bu bemorimizda bu ensa sohasidagi katta nerv, nervus occipitalis deb nomlanadigan, ikki tarafdan bir xil nerv tuzilishi bo'yicha chiqishi lozim bo'lgan, bu ajratilgandan keyin. Lekin bu bemorimizda chap tarafda o'sha shikastlangan nerv bo'lgani uchun mana ko'radigan bo'lsak, chap tarafda nerv juda ham nozik, trofikasi buzilgan va kalibri ingichkalashib ketgan, nosog'lom. O'ng tarafdagi nervni agar bunga solishtiradigan bo'lsak, bu albatta kattalashtirilgan foto syomka. Mana buni qalinligi bilan kalibri buni qalinligi farq mavjud. Mana bizani qilgan ishimiz hozir shu yerda yopishib ketgan nervni, shikastlangan nervni faoliyatini yaxshilab, yana shu o'tkazuvchilik qobiliyatini tiklab qo'ydik. Orollar shu protsessdan keyin birdaniga orol to'xtaydi. Nimagaki bu nerv xuddi bu o'ng tarafdagi o'xshab, chap tarafdagi nerv ham sog'lom faoliyat yurita boshlaydi. Men qisqacha tushuntirib o'tmoqchi edim, nimaga aynan plastik xirurglar shu operatsiyani bajaryapti bugungi kunda. Bu o'z-o'zidan kelib chiqqan narsa emas. Bu mana Amerika Qo'shma Shtatlarida Cleveland degan shahar bor, Ohio shtatida. Bu yerda juda ham dunyoga mashhur, buni ko'p hamkasblarimiz ham taniydi. Bahman Goyron degan mutaxassis bor, plastik xirurg. 2000-yilda shu estetik plastik operatsiya qilish jarayonida, yuz operatsiyasida shu mutaxassis tasodifan shu migrenni davosini, operatsiyasini topgan. Bugungi kunga kelib bir qancha tadqiqotlar o'tirish natijasida rivojlanib 2000-yildan to bugungacha bu bir qancha migrenni operatsiya qilish markazlari butun dunyoda tashkil qilingan. Misol uchun o'sha Bahman Kuyron men bevosita taniyman, buni leksiyalarini olganman Amerikada. Bu odam juda ham mashhur plastik xirurg hisoblanadi. Yana bir do'stim San Diego, Kaliforniyada Ahmad Saad, bu bilan biz yonma-yon ishlaganmiz o'tda. Biz shu markazimizda migren xirurgiyasini qo'yishdan oldin shu mutaxassislar bilan birgalikda ilmiy amaliy fikr almashish, operatsiya jarayonlarini birga o'tkazib, mana shu mutaxassislar bilan birgalikda biz shuni yo'lga qo'yganmiz. Mana oxirgi 5 yil ichida biz muvaffaqiyatli bir qancha operatsiyalarni o'tkazdik markazimizda. Migrendan batamom xalos bo'lish imkoniyati bugungi kunda bor. Jarrohlik mikroxirurgiya yo'li bilan. Men yana shuni ta'kidlamoqchi edim, aziz muxlislarimiz, bugungi kunda plastik xirurgiya deganda nafaqat estetik operatsiyalar, balki mana shunaqa hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan xastaliklarni ham davolash imkoniyatiga ega. Bundan tashqari faqat estetika sohasi emas, rekonstruksiya, qayta tiklash sohalari, mikroxirurgiya sohalari, mana migren xirurgiyasi, shu lor organlari, mikroxirurgiya sohalari, ko'z olmasidagi bo'ladigan tug'ma nuqsonli o'zgarishlar barchasini bartaraf etish bugungi kunda xususan bizani markazimizda, Medas markazimizda yo'lga qo'yilgan va muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Assalomu alaykum, Validaxon. Как дела? Хорошо, все отлично. Вот, вчера провели операцию, сегодня первый день после операции с утра. Как самочувствие? Слов нету, я прям благодарна вам. Я даже не верю, что у меня голова не болит. Я рад. Как спали ночью? Хорошо, все. Голова Спасибо. как болела хоть один раз? Нет, не было ничего. Не болит? Вообще болей не было никаких? Не было. Я даже себя в какой-то момент щипать начала. Где моя боль? Я настолько к ней привыкла, что поэтому я без боли себя даже не представляла. Ну, молодцом. Девушки, Хорошо. молодцы, каждый час приходили. Спасибо, спасибо. Спали ночью? Да. Нормально? Да. У вас давление, пульс, все нормально. Назначение все по плану получили. Все хорошо? Да. Все хорошо. Yaxshi bo'ldi. Mana aziz muxlislar, kecha migren bartaraf etish operatsiyasidan keyingi bemorimiz o'zlari doktor, oftalmolog Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurganlar. Kecha operatsiya amaliyotini bajardik. Mana bugun bir kun bo'ldi. Operatsiyadan keyingi holatlari o'zlaridan eshitishingiz mumkin. Как вы решились на операцию? Как долго было это? Ну, я вообще страдала очень много лет 20. Мигрень у меня была. Вот, я обследовалась во многих местах, не только в Ташкенте, не в Казахстане, еще и в Питере была я. Везде диагноз подтверждали, но прогнозы были устрашающие, что меня пугало. Боли последние несколько лет усиливались. Я пила очень много, кучу всяких обезболивающих, но они не помогали.
И как-то случайно в Инстаграме я увидела рекламу клиники Медас. И там делают мигрень. Что здесь оперируют. Ну, вначале я подумала, что это, может быть, это неправда, потому что в рекламе все что угодно может быть. Да. Потом все-таки я созвонилась с доктором. Он сказал, что я приехала. Я приехала на обследование. И вот вчера меня прооперировали. Сегодня я просто в восторге. Я, наверное, заново родилась. У меня таких ощущений давно не было, чтобы голова не болела. Такое я даже себе не представляю. Поэтому я очень благодарна доктору Асаду. Золотые руки, доктор от Бога. И я всем буду рекомендовать эту клинику, потому что такую операцию, мне кажется, не каждый может, и нигде ее толком не проводить, потому что я про это даже не слышала. Поэтому, так как я на себе это испытала, я 1000 раз благодарна этому доктору.